Musulmon kishining uyiga baraka eshigini ochadigan 8 ta amalning birinchisi tilovatul Qur'on, ya'ni Qur'on o'qish. Qur'on o'qish insonning umriga, rizqiga, sog'lig'iga, uyiga va hatto oziq-ovqatiga baraka beradi. Qur'on o'qilgan uyga do'kondan sotib olib kelingan produktga baraka beradi. Qur'on shunday bir ulug' mo'jizaki, Qur'on o'qilgan uy, Qur'on o'qilgan qishloq, Qur'on o'qilgan shahar, Qur'on o'qilgan jasad misli ko'rilmagan nurga belanadi. Bunga bir oyatni dalil qilib o'qiymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Sod surasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi va liyatadhakkaru ulul albab. Sizlarga tushirilgan kitob Qur'on, buning oyatlaridan o'rnak olib, aql yurgizib, ibrat olib va buni hayotlariga tatbiq qilish uchun aql egalari uchun bu barakatli va bir muborak kitob bo'lib nozil qilindi deyapti Alloh taolo. Ya'ni Qur'onni Alloh taolo o'zi oyati bilan uni o'qigan uyga, uni o'qigan kishiga do'konida o'qiydimi, qayerda bo'lmasin, uning o'qigan joyiga baraka yog'iladi deb Alloh Qur'onda aytayapti. Innal bayta la yattasi'u ala ahli wa tahduru al-malaika wa tahjuruhu ash-shayatin wa yakfuru khayruhu an yuqra'a fihi al-Qur'an. Kishi deyapti, uyga fayzi baraka olib keladi. Uyda tinchlik, xotirjamlik, fayz, osuda bo'ladi. Farishtalar u uyni navbat bilan ziyorat qiladi deyapti. Bu hojakanikini, bu hojakanikini emas, birodarlar. Mana bu shart qilib qo'yilgan. Kim shu ishlarni qilsa, uni uyiga baraka, uni uyiga fayz va farishtalar eshik tagida navbat bilan turadi. Siz chiqing endi, men kirib bu uyni ziyorat qilib chiqay deydi. Qanaqa xonadon ekan, qarang. Farishtalar u uyni ziyorat qilib turishadi. Jin shaytonlar u uydan bezor bo'lib qochadi. Jin shaytonlar to'zib ketadi u uyda agar istiqomat qilsa. Qochadi. Omad, igilik, zafar, baraka shunchalik u uyda ko'payadiki, agar u uyda Qur'on o'qilsa. Tushunarlimi? Qur'on o'qilsa, tamom. Qarang qancha orqasida yaxshilik. Va innal bayta, endi qarang. La yadhi'u ala ahli wa tahjuru al-malaika wa tahduruhu ash-shayatin wa yaqillu fihi khayru alla yaqra'a fihi al-Qur'an. Endi bir uy bor. O'sha uydan bo'lib qolmasin siz bilan meni uyim, birodarlar. Payg'ambarimiz aytayaptilar, u uy shunchalik qorong'u. U uyga 200 ta chirog'i lampochkasi bor lustra ilib qo'ysa ham u uy qorong'u. U uy shunchalik tor. U nechi bo'lib keng qilib qo'ysa ham tor deyapti payg'ambarimiz. 10 ta xona qilib falon sotikka solib qo'ysa ham u uy tor deyaptilar. U uy shunchalik befayz. U xonadondan farishtalar bezor bo'lib qochadi. Farishtalar kirmaydi u uyga. U uyda shayton jinlar qaror topadi. Shayton jinlar u uyda yetiladi va rohat topib yashaydi. Baraka qochadi. Ittifoqchilik ko'tariladi u uyda. Omad, zafar u uyni tark etadi. U uyda yashayotganlar bir-birlariga qarama-qarshi turadi. Otaniki bolaga, bolaniki otaga, xotinniki erga, erniki xotinga gapiga to'g'ri kelmay qoladi, deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar u uydan Qur'on uzoqlashsa, u uyda Qur'on o'qimayotgan bo'lsa, mana shuncha balo bor, birodarlar.
Qur'on o'qilib tursa, undan avvalgi hadisdagi yaxshiliklar bor.